Oltiariqda ko'chat bozori desalaring, mana shu yerga kelaverasizlar. Darvozadan kirish. Hurmatli aka-ukalar, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, assalomu alaykum hurmatli Oqtepa o'z kanali obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eski Arab Chorva bozoridan yosh ko'chat novvoschalar qatoridan sizlar uchun taqdim qilamiz. Qo'llaringdan kelganicha like va podpiskani bosinglar. Shunaqangi biz kiritgan videolarda birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli aka-ukalar, bugun 2026-yilning 1-may sanasi. Mana bahor oyining ham 3-oyi keldi. Mart, aprel, may. Xudo xolasa barchalaringga bugungi boshlangan juma ayyomlari muborak bo'lsin. Hurmatli aka-ukalar, chorvalaringga Alloh baraka bersin. Shu ko'rib turgan mana semental novvoslaring narxlari bilan bir qiziq ko'ramiz. Nech bilyapsiz bu narxini? 28 deyapmiz, kami bor hozirga. Bozor 26 million qilyapti. Ha, bozor 26 qilyapti shunda. Chiqqanlarga dastlabkasini qilib beramiz, hozir yoshlari 8 oylik. 26 million baho bo'layotgan holati. Telefon nomeri bering. 91lik 122 19 99 telefon raqamiga bog'lansalaring. Novvosimizni bo'yi bemalol 1.15 1.20 15 xullas plus minus atrofi. O'zlari mana bemalol o'lchab net nima qolaverasizlar. Oyoqlar joyi. Xudo xolasa qo'rqmay telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa Oqtepa shu raqamlarga dastlabkalarni qilib beramiz. Bundan tashqari bormi yana? Bor yana, tayi bor. Sotilib ketib qolsa qilib berasiz. Qilib beramiz. O'tgan haftada 3 ta qo'ydik, zamonda sotdik xudo xolasa ularni. Oqtepa o'zdan telefon qilib oldik. Gap yo'q. Joni sog' bo'lsin. Sotdik yaxshi bo'ldi. Juda ham zo'r. Albatta bozorga umid bilan sotgani keladi. Sotishib ketsa. Olgani keladigan aka-ukalar ham olinglar xudo xolasa. Mana 3 ta ko'chatimiz. Nech puldan narx bo'ldi bular? Hojat tuzimisiz? Nech pul bo'ldi bu? Bermadingiz. 21 ga. Beravering. Beravering. Shvedda nech pul qilishdi? 22. Bermadingiz. Mana. Nuqta savoling hoji? Nuqta olib ketibdi. Iye. Mana do'stlar, vajjana bu. Go'zal narsa ekan deydi. 22 ga berilmagan holati, bu 21 ga berilmagan holati. Nomer bering. 97lik 263 77 78 telefon raqamiga bog'laninglar. Ukamiz aloqaga chiqadi, sotadi. Nech pul qildi bozor? O'zaga buni 16 deyishyapti. Bermayapsiz. Bering 16 ga. Bering. Mana do'stlar. Yaxshi narsa. Nima dedi? Boqsa odam bo'ladi dedi-ku. Boqsa odam bo'lmaydi, mol bo'ladi. Ko'chat mol bo'ladi. Mehr kerak. Xudo xolasa nomer bering. 95lik 541 0808 telefon raqamiga bog'laninglar. Novvoschalarimiz bo'yi bir xilda shu 1.10 1 plus minusli novvoslar. Shu yaxshi. Bozorlarni bersin ukam. Biz davom etamiz akalar. Mana do'stlar. Smetani yo chanchishib netganmi? Greyfurt. Mana kunbosh. Primoy nimasi yo'q. Greyfurtni Onasini nech pul qilishdi bozor? 16 millionga bermaymiz. Qo'shilsa berasiz aka. Telefon nomer bering aka. Sotasiz. Bozoringizni bersan aka. Semental novvoscha nech pulga bordi mana shu? 19 ga bermadingiz. Qo'shilsa berasiz. Qorachi onadan ajrabdi yanga. Unga bo'ldi 15 kun bo'ldi. Nech pul berishdi mana shunga? 19,5 ga bermadingiz buni. Bu nari xonachi. Hech bir xil xunachi bo'ldi-ya.
Xonachi 22 million. Sal kallasi ko'rsatingchi. Mana hurmatli aka-ukalar. Xonachinimiz. Onasi ham o'zizdami? Ko'rgansiz onasini? Ko'rmagansiz. Mana do'stlar. Mental sariq. Kim gibrid bo'lishi mumkin, hurmatli aka-ukalar. Lekin zotdor buzoqcha, xonachi. Nech pul qildi bozor buni? 9 dan so'rashyapti aka. Bermadingiz. Siz nech pul narx aytyapsiz? 22 dan oladi. 22 million kami bor albatta aka. Telefon nomer bering ularga hammasiga. 99li 652 0880 telefon raqamlarimizga bog'lanib akamizga aloqaga chiqinglar. Xohlasalaring mana o'zimizni Jaydari ko'chat novvosimiz semental nargan semental novvoscha. Do'stlar, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiraverasizlar. Aka bozoringizni bersa. Nech pulga bordi ko'chat? Nech pul narxi o'zi? Prosta narxini aytib qo'yavering. 18 million kam. Bozoringizni bersa aka. Chiroyli narsa. Nech pul bu? Big Mouse. 22 kami bor. Nech pul qildi bozor? O'zingizdanmi yo'qmi? Sirni bo'lasiz shekilli. Chiroyli narsa ekan-a. Oldilarmi? Telefon nomer bering aka. 91li 666 necha? 4171 telefon raqamiga bog'lansalaring akamiz sotadi. Rasa sutga to'yibdi-mi? Hozir ham yemadi. Nech pul deyapsiz o'zingiz? 22. Kami bor. Ham yaxshi narsa. Bu nech pulga bordi? Original. O'zingizdanmi? Olgansiz. Ota-onasini ko'rdingizmi? Onasini? Mana shunaqami? Kattasi gibrid ekanmi uni? Voy jonim. Go'zal narsa. Mashka toting. Mana hurmatli aka. Narxnoma so'raganim yo'q. O'pshim yeyman deyapti. Yeyman. Ves Jaydari ko'chatga vizib tashlayapti-yu bu. Mana. Nech pul narx aytyapsiz? 22 deychi bo'lmasa. 22 ga yo'l qilib berasiz. 22 ga yo'l qilib berasiz. Juda ham go'zal narsa. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer bering. 97li 834 839 85 telefon raqamiga bog'laninglar. Mana hali onani qornidan tushgan holatda juni turibdi mana. Mana shu holat mana onani qornida. Endi tulashni boshlabdi. 5 oylik ekan. 4 son degani mana shu bo'ladi do'stlar. Mana. Gap yo'q. Hammani chorvasiga shunaqa Alloh baraka bersin. Mashalloh. Juda ham go'zal narsa. Biz davom etamiz do'stlar. Navbat zotli semental buqalarga, hurmatli aka-ukalar, kimga zotdor mollarga qo'shgani, fermaga qo'shgani, kimga shunaqa sementallar zarur bo'lsa, akamizning nomerini aytib ketamiz. Mollarni oldin ko'rsataylik. Bemalol. Novvoslarda bo'yi xudo xolasa 1.35-40 ga totib yuryapti oma. Aka necha oylik mashg'ulotlari? 10 oylik bu, nari 8 oylik. Buni ham ko'rsataylik. O'tib olamiz. Kecha totish. Juda ham zo'r. Mana. Mashinasi boshqacha narsa ekan. Nech pul narxlari aka bular? Jipi. Bozor nech pul qildi? Endi. Mana do'stlar.
Haqiqiy. Nima deydi? 100 ga 100 midi so'raysizlar-ku. Mana. Xohlasa. Joyida hamma yo'q. Nomer bering aka. 90 530 90 530 98 95. 98 95 telefon raqamlarimizga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringizni bersam. Xullas 85 million kamini xayrnaqa berasiz, xudo xolasa. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqinglar. Tanijonlari sog' aka. Javob. Bozoringizni bersan aka, biz davom etamiz. Nech pulga bordi aka bu? 28 2 Bermadingiz. berganmiz. 28 million 200 ming. Berilmayotgan holat. O'z nech pul narx aytyapsiz? 35 kami bor. Shoqini kuydirmagan ekansiz-a? Yo oldingizmi siz ham? Oldik, tirishib. Ha, gap yo'q. Telefon nomeri bering aka. 90 90 232 232 87 77. 87 77 telefon raqamiga bog'laninglar. Mana ko'rib turibsizlar. Akasi 135. Holati. Zotga oladigan aka-ukalar bemalol qiziqsalaring bo'ladi. Muomalasi o'ta ham baland ekan ama. Mana shu hamma molga tinchlik yo'q, mana shu hamma molga tinchlik yo'q. Juda ham go'zal. Bo'ylari bemalol 1.30-35 plus-minus atrofi. Do'stlar, O'lchangi. videoga like bosib, shunaqa semental boqadigan aka-ukalarga bemalol padlik saqlab turaverasizlar. Nech pulga bordi aka bular endi? Nech pul qilyapsiz? Egalari haqida. Nech pulga bordimi endi bu ko'chatlaringiz? Egasi qani? Egasi qani? Qani egasi? Nech pul deyapsiz? Shop turibsizlar xolos. 80 deyapti, 80. Jupini, ha, 40dan. 80 deyapti. Endi nomer beringlar aka. Egasi yo'q ekan hozir. Egasi yo'q ekanmi? Hozirdan kelsamiz keladi. Ve baylab qo'yinglar, qiynalmasdan, ha. Malades. Chiroyli, ham semiradigan varianti, ham zotga bo'lmasa kerak, ama semirib qolibdi. Sagonni ichiga qo'yib yuborsangiz yuraveradi. Do'stlar, manzilimiz Oltiariq tumani Eskarab Chorva bozoridamiz. Hurmatli aka-ukalar, baytga tashrif buyursalaring, shunaqalardan bemalol olaverasizlar. Vo, sekin. Wow. Ehtiyot bo'yla. O mashetdan o'tib ketdimi, ha? Nech puldan bo'ldi aka? Nech puldan bo'ldi? 60. Ne tatuanim. 66 desin. Gap yo'q. Baraka bersin. Oldu çıktı. 609 kilo. 609 kilo. Barakasini bersin. Bunisi ham keldi sheriga. Nech puldan? 66 dan bir oyga? 66 mingdan bir oyga. 674
70 ta atrofi. Vayda asimiz mesela. 636. Boqqanga rahmat. Olganga, sotganga baraka bersin. Hurmatli aka-ukalar, bir oyga 66 mingdan ketdi. Xullas. Necha pul qildingiz? 65 ming. Bermayapti. Bering. Voy janovo. Mashalloh. O'zingiz boqqanmisiz uyda? Yo olganmisiz? 4 oy turgan ha. 4 oy turganmi? Voy mashalloh. Do'stlar, boqqanga rahmat. O'zi 4 oyda ham aqabat qiladi bu. Gap yo'q. Shu ertalabga chiqmayaptimi retsepti? Yemni ustiga sepib beraverasiz. Quruq. Gap yo'q. Iloyim barakasini bersin. Necha kilo ko'ryapsiz o'zingiz? Tavsiya beraverasizmi? Ha, obunachilarga tavsiya beraverasizmi? Shunaqasini olib boqishga bemalol. Xudo xolasa ko'ryapsizlar sharoitda. Olib boqinglar inshaalloh. 65 mingdan Prevesga berishmayapti. Hojaga necha pul oldi? 65 mingdan olib tepamiz. Bunimiz 65 mingdan bo'ldi. Xullas shunaqalar patalo shu 65. Cha variant bo'ladigan bo'lsa shunaqa 66. 528 kilo. Skitkasi qanaqa bo'ldi bu? 5 skitka gap yo'q. Sotganga olganga baraka bersin. Do'stlar, lekin boqqanga bitta rahmat deb yozib ketinglar. 28. 28. Bitta chiqqan edi, u bitta. Gap yo'q. Biz davom etamiz. Oltiariq chorva bozoriga semiz novvoslar o'ta ham darajada ko'p kirgan. Endi har juma bozor kiradi bu novvoslar. Endi haqiqiy like arzisa, like'larni bosib ketasizlar. Do'stlar, chorvani boqinglar, ish chorvada. Biz davom etamiz. Greenfordda tozasiga. Sementalmi? Germanskiy toza. Ha, germanskiy. Quloqda boldoqlari bo'lgan ekan, bor ekan, keza turibdi. Lekin mana haqiqiy xumbosh bitta. O'rtada xumi bor. Mana do'stlar. Necha pul narxi buni? Ikkalasiga 60 deyapti. 60 ga necha pul so'radi bozor? 54 gacha. Bermadingiz. Do'stlar, 60 million narx qo'yilgan shu jipiga. Zotga ham aytaveradi. Mana do'stlar, ko'rishlar. 54 millionga berilmayotgan holat. 60 million kami bor. Ozgina. 54 Nomer bering. 90lik 90lik necha? 090 0706 telefon raqamiga bog'lanib ukamizga aloqaga chiqaverasizlar. Jonavor. Go'zal narsalar. Savdosi ham xaridorlarimiz ham kelishdi boshladi. Savdosi boshlanib ketadi. Chiroyli narsalar. Biz davom etamiz. Xonazillar endi kelyapti mana. Xonazillar bozorga endi keldi. Necha pul oldi aka bu? 11 million 600. Xonazilmi? Novvoschami? Gap yo'q. Mana xullas pulingizga yarashasi bor bozorda. Tashrif buyurib bemalol Xudo xolasa chorva bozoriga kelib mollarni olinglar. Novvochcha necha pulga bordi aka? 15. Bermadingiz. Necha pul deyapsiz narxini? 18. Novvochcha. Avlikolmi bu? Gibrid ha? Shoqini kuydirib qo'yganingizda ondan yutib berdingiz. Necha pul oldi bu? Bilmas ekan. Buni narxi necha pul?
Bunisi 25 milyon kami. Tushing aka. Abobni 23 milyon kami. Necha pul qildi bozor? 20 milyon. Bermadingiz. Mana do'stlar 20 millionga berilmayotgan holat. Xullas 23 bilan 20 ni atrofida ish bitadi. O'rtasida. Nomer bering aka. 91lik. 91lik 048 3085 telefon raqamiga bog'langlar, akamiz aloqaga chiqadi. Oltariq Eskariq Chorva bozoridamiz. Mana shu joy mana Dorvozadan kirish joyi, asosiy joy. Nech pulga bordi bu? 16,5. Bermading. Nimaga Novvos bozoriga olib bormading? Yo, mana shu yerda yaxshi ketadimi? Telefon nomeri ber. 99lik 986 5155 telefon raqamiga bog'lansiz. Novvoschamiz mana sotiladi. Olganmisan bobo yo sirni bolasimi? Olganmisan? Biz davom etamiz. Qo'shqor nech pul bo'ldi, O'shtog'a? 5 million 800 mingga. Qulluq bo'lsa. Mana. Voy janob. Go'zal. Davom etamiz. Xonaji nech pul bo'ldi? Bularni nech pul oldi? Nech pul bo'ldi? 20 million 700 ming. Bo'g'ozmi? Necha oylik? 2,5 oylik ekan. Qulluq bo'lsin, zo'r. Yaxshimi? Gap yo'q, Azizbek o'zga ham. Joni sog' bo'lsin ukam. Rahmat. Hurmatli aka-ukalar, Novvosizga olib chiqqani sharoit yo'qmi bozorga? Bemalol kelishib turib tarozi xizmatlariga aloqaga chiqsalaring, ko'chma tarozilar xizmatda Laboda olib borib, o'zlari totib bemalol xizmatlaringda, xudo xolasa 95lik 097 23 21 telefon raqamlarimizga bog'lansalaring, ukalarimiz albatta xizmatda. Oltariq, menimcha vodiy bo'ylab bo'lsa kerak. Vodiy bo'ylab bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar shu raqamlarga. Nech pul bo'ldi buqa? Nech pul bo'ldi? 23 million 700 ming. Oldingizmi? Sotdingizmi? Gap yo'q, barakasini bersan. Zo'r, 23 million 700 ming. Xudo xolasa kuzga tayyor ashlar, yorib yorsa kerak kuzgacha. Gap yo'q. Hurmatli aka-ukalar, videolarimiz davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta ma'zur tutasizlar. Shunchalik mehnatimizni qadrlagan holda bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketaverasizlar. Sizlarda fikrlaring biz uchun juda ham muhim. Gibrid nech pul bo'ldi? Gibrid nech pul bo'ldi? Qulluq bo'lsa, juda ham zo'r. 16 millionga. Oqtepa.uz akalarimiz uyga olishdi boqqani gibrid Novvoschamiz. Go'zal narsa ekan. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi bu? 26 million 300 ming. Nima narsa ekan. Bu nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi akalar? 22.7. Arzon, arzon. Bu taqimda. Nech pul bo'ldi xumbosh? Nechi? 17. Qulluq bo'lsin, zo'r. 17 million. Davom etamiz. Ishdan yana chiqyapti. Nech pul bo'ldi? 16 million 200. Qulluq bo'lsa. Zo'r. 16 million 200 ming. Barakasi bersin. Novvoschamizni bo'yi bemalol chiqadi. Birda tepasida. Albatta bir pilos ekan, oyoq qo'li uzun Novvocha. Go'zal. Ona bola nech pul bo'ldi? 24,5. Xonajimi bolasi? Birinchi shekili. 24,5 millionga olingan sigirimiz. Juda ham zo'r. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Qo'chqor nech pul bo'ldi aka? 8 million. Mana.
Eslatib o'tamiz, hurmatli fuqarolar. Somkani, cho'ntani, naqd pullaringizni ehtiyot qilamiz. Avtomobillarga qimmat Hurmatli aka-ukalar, to'g'ri aytyapti. Bozor ma'muriyati bozorda juda ham bugun oldingilarga nisbatan bugun juda ham odam ko'p. Shuning uchun to'g'ri aytyapti bozor ma'muriyati. Cho'ntakdagi narsalarga, telefonlaringizga ehtiyot bo'lasizlar deb. Albatta ehtiyot bo'lish kerak. Do'stlar, videolarimizni shu yerda yakunlash arafasidamiz. Mollar mana endi kelyapti bozorga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta Oqtepa o'zida qo'yinglar. Inshaalloh barchalar bilan ko'rishlik Alloh nasib qilsin. Nech pul oldi hoji bu? 6 million 400 mingdan. 6 million 400 mingdan. Qullov bo'lsin. Zo'r. Menimcha boqqani yosh qo'zalari 6 million 400 mingdan.